Hop ne diysen? Ama şu biz işlemindeki niye çalıştınız şunu? Ben de home işlemedim. Aşağı yazıp koysa bu muydu? İmala üç gerek biz işlemedik. Biz işlemel mi? Şablon bu. Şablonu çağırıp alamam. Bu yerde işleteme. Tushunarlimi? Yine home HTML'de bosh sahifa. Yine home page'den bir sahifa. Tushundingmi? Yine emin değil. Qaranglar, sizlar bu tushunib olishlaringiz uchun Kun.uz saytiga kiramiz. Kundalik.com. Kun.uz. Xo'p, Kun.uz saytiga giraman. Qaranglar deyina. Любой bir masalan kategoriya o'taman. O'zbekiston yangiliklari, jahon yangiliklarini o'taman. Şablonu o'zgarmay turibdi. Qaranglar-da, no şablon o'zgarmay turibdi desak, even navbar o'zgarmay turibdi. Nima? Bu yerdan kimcha o'zgarmay turibdi. Tushundingmi axir? Любой birine giraman. Tushuntirsizlarmi? Shu bir bu standart etib meros olib qo'yibdi. Ha, bezing ichida. Tushundingizlarmi? Obishni holatda girsang yana home page bu. Tushundingizlarmi? Yana. İbida hech qanday kategoriyaga girmay home'da turibdi. Tushunarlimi? Home'da turibdi. Endi nechik bo'ladi bu? Desangizlar, bizlar ham shuni yasab turibmiz. Bu home page'da asosiy ma'lumotlar. Home page emas, buni bosh sahifa deb qo'yaman. Hali ichida hech yo'q bu bosh sahifa. Odatda bosh sahifada hech qanday final bo'lmaydi. Tushunarlimi? Endi to'g'ri aytib turibsan. Ustoz, endi navbarni nereye yaratamiz? Ibera yaratamizmi? Home yaratamanmi? Nereye yarataman desangizlar, nereye yaratasizlar? Biz HTML yaratsam bo'ladi yoki navbardagi HTML yaratasizlar. Tushunarlimi? Navbar ustidan ham ko'p amal bajariladi. Bir hozircha bizda biz HTML yaratamiz. Nechitamiz? Ibera kelamizda nav degan tek orqali buning ichida yaratib ketsak bo'ladi. Navbari. Lekin bizga navni yaratishimiz kerak. Chiroylatib yaratishimiz kerak. Biza Bootstrap degan vajam o'rganishimiz kerak. Bootstrap 5 degan vaj. Xo'p, Bootstrap HTML bilan CSS'ning birlashtirilgani. Tayyor nalar bor, komponentlar. Xo'p, bunda necha ko'ylar bor desangizlar, navbar deyman. Navbar deb yozaman. Sizlarga tayyor navbarlar bor. Navbar ochmading? Navbar. Navbar qismini o'tsangizlar, yana tayyor navbar bor yana. Shuni o'zgartirib qo'ysam bo'ldi yana. Dizayn ham berligan, ham mo'jibarligan yana. Ko'rib turibsizlarmi? Xo'p, bizlar nechitamiz endi? Qaysidir navbar kerak bo'lsa, shuni olamiz. Bizlarga qaysi kerak? Shu kerak, ha? Buni o'zgartiramiz, qorasini o'zgartiramiz. Yana nechitaman bir uning uchun desangizlar, kod olib ko'piyalayman. Ko'pini olaman, hozir 3 nom olib beradi bu. Kelib turib tashima, obishni holatda ishlataman, hech o'z chiqmaydi bu yerda. Yana hech o'z blok element bilan content element. Navbari bog'lab olishim kerak eng birinchi bo'lib. Bootstrapni bog'lab olishim kerak. Eng boshiga kelaman, yana get started. Introduction degan qismida yana CSS link bilan bog'lab olishim kerak. Nera tashiman buni ko'payalayman. Buni o'chirib turaman. Qaranglar, yana biz HTMLning ichida yana balandina kelamandan link degan orqali bog'lab olaman. Tushunarlimi? Endi shu bilan bitdimi ishingiz desa, yo'q. JS fayllar ham ishlatish kerak. Yana bu pastdagini ko'paytirib olaman. Sprite degandagini. Xo'p, kim buni nechitaman? Iberma tashlab olaman. Tushunarlimi? Body'ga JavaScript o'tgan yil ishlaganda JavaScriptni ibera yozdik. Tushundingmi axir? JS fayllari. Xo'p, link bo'lgani uchun bera yozdik. CSS bog'laganda etib bog'lab oldim. Xo'p, ana endi bizlarga qaysi kerak edi? Yangi navbarlarimiz kerak. Nechitamiz u navbarni ko'paytirib qo'ydik-ku. Tashiymiz endi. Ctrl va tomondan tashiyman. Endi bu sahifani ishlatib ko'raman. Navbarlar turibdi, navbarning o'zi turibdi. Bu hali rangi turibdi, div turibdi. Bizlarga bu kodni chala bo'lyapti bu. Bizlarga navbarning to'g'rirog'ini kerak. Bizlar nechitamiz? Qaytadan navbar olamiz.
Navbar. Navbar'a basaman. Oddiyrog'ini olib qo'yaman. Yana shuni olib qo'yamiz navbar bo'ladimi? Yoki qaysini olamiz? Ikki tarafında borini olaylik. Buni olamiz. Buni olishlarimiz uchun общий kodni ko'paylash kerak, ko'paylab olamiz. Tashlaymiz. Kodni ishlatib ko'raman. Prosta ishlatib ko'raman. Navbar chiqib turibdi, boshqa hech chiqqani yo'q, shundaymi? Yo'q, bu yerda qaranglar, biza oddiyroqni olib ishlataveraylik. Yana shuni olaman. Bo'ladimi? Yo'q, bo'lmas, turinglar, bir minut. Durib davom kerakmi? Yana shuni olamiz, qaranglar. Ibid navbar ko'paylab olaman. Endi tashlayman. Navbar turibdi, shundaymi? Navbar turibdi. Hali hech qanday qo'shimcha qo'shmadim. Prosta turibdi. Endi bu login page'ni ishataman, extended chiqarib qo'yaman. Extend BD-HTML chiqarib qo'ydim. Ana endi blog kontentining ichida turishi kerak bu. Forum, qaranglar, forumni neda ochadi degan savol bor. Bu body'ning ichida ochilishi kerakmi? Body'ning ichida blog kontenti ochib qo'yibman. Ya'ni kod yozish uchun. Endi nishataman? Qaysi birini oldik? Mana. Buni blog kontentining ichine tushiraman. Blog content, login sahifasi emas. Hop. Mana. Tashladim. Endi nima bo'ldi bu ustoz desangiz, ishlatib ko'ramiz loyihalarimizni. Bo'lmas, qaytsadi bizga. Yana ko'rdingizlarmi? Navbar turibdi. Yana BD-HTMLning kerakligini tushundingizlarmi? Bir marta navbar yaratib qo'yasizlar, bo'lmasa men login page'im uchun ham navbar yozishim kerak edi. Yana navga ro'yxatda o'tish har bir page'im uchun navbar yozib yurishim kerak edi, shundaymi? Bir marta yozaman, mera solaman. Tushunarlimi? Endi nishatamiz desizlar, qaranglar endi navbar endi ulimiz. Nishatib ulimiz degan savol bor. Endi navbarda qaranglar. Bizlara disable degan kerakmidi? Bu oxirgisini o'chirib tashlaymiz. Qaranglar. Navbar turibdi, shundaymi? Biza nishatishlarimiz kerak. Home dursin, bizlara login bilan logout deganni yozib beradi. Tushunarlimi? Biza nishatamiz? Ro'yxatdan o'tish login kirish demak bo'ladimi? O'zbekchalab kirish demak. Kirish. Yana no deb turibdi bu. Xo'p, biz ham chekka ketadigan bo'lsak, Craftsy token qolib ketdi. Neda qolgan u? Login page'da yozmadikmi Craftsy token? Shunday muammo bo'ladigan bo'lsa, nishatasizlar desangizlar, loyihalaringiz bir marta to'xtatasizlardan qaytadan ishlatasizlar agar hamma yer to'g'ri bo'ladigan bo'lsa. Bizakini hamma yer to'g'ri edi, nechundir bu bo'lmadi bu yana. Короче, ishladi, abno o'tmasam ro'yxatda o'tish bilan login turibdi. Lekin bu ro'yxatda o'tishni bossam ham, loginni bossam ham login page'ga ikkisini o'tmaydi turibdi. Shundaymi? Nishatamiz buni? Link ulimiz. BD-HTML bilan kelaman dag'i. Nishataman. Ro'yxatda o'tishga nani bog'laymiz? Nishatib bog'laymiz desangizlar, bunchaki qo'yasizlar. Jingalak ko'z qo'yasizlar, jingalakni qo'yasizlar, foiz belgi qo'yasizlar. URL deysizlardan buni o'rgatganman. Moda qo'yadingizlar. Register deb nomlamadik biza. Internetni o'chirib qo'yaylik, xalos qilib turibdi. Havo name'ni qo'ymay qo'yibmiz. Qaranglar, shura name yozish kerak. Sizlar savol, bu URLdan name yozmadikmi? Register uchun yozmaganmiz. Name deymiz. Ne qo'yamiz? Register. Ana endi nishatamiz? Register. Endi bunikilarni nishatamiz? URL qo'sh ichida, qo'shtirnoq ichida nima deymiz? Login. Ana endi qaranglar endi men saytimni bir abno o'tib beraman. Qaranglar, ro'yxatda o'tish bossam, ro'yxatda o'tish. Qaranglar, extend olmin qo'yibman, ko'rdingizlarmi? Buni nishatamiz darru. Bu ro'yxat